Umid Gulshani sanatoriyasi nafaqat bepushtlik, balki boshqa turdagi kasalliklarni ham davolashga ixtisoslashgan bo'lib, bu yerda bir necha turdagi kasalliklarni davolash uchun sharoitlar mavjud. Ko'p yillar davomida Umid Gulshani sanatoriyasida ishlab kelayotgan tajribali shifokor, oliy toifali urolog ko'plab oilalarga ota-onalik baxtini his qilishlariga sababchi bo'lgan shifokor Nosirov Azizbek Yo'ldoshevich davolash jarayoni haqida ma'lumot beradilar. Bizning Umid Gulshani sanatoriyamiz asosan urologiya va ginekologiya ixtisoslagan sanatoriya hisoblanadi. Lekin shu fikrda ko'pchilik adashadi. Bu sanatoriya faqat befarzandlik, yoshda boradigan sanatoriya deb hisoblaydi. Bu fikr noto'g'ri, chunki bizning sanatoriyamizda prostata bezi giperplaziyasi yoki adenomasi, surunkali sistit, sidik tutolmaslik, erektil disfunksiya, sidik tosh kasalligi kabi kasalliklar qo'shib birga davolanadi. Bizlarga masalan oladigan bo'lsak, sidik tosh kasalligi yoki prostata bezi adenomasi deb oladigan bo'lsak, kechqurun sidik chiqarga tez hozatga qatnash, sidik qolish hissi, sidik bo'lish aksini oxirida tomchilab siyish kabi shikoyatlar bo'lganda ko'pchilik buni yoshi o'tganlik bilan bog'laydi, lekin bu aslida kasallik hisoblanadi. Shuning uchun yoshi o'tgan erkaklar 50 yoshdan keyin vaqt bilan urolog ko'rigi nazoratda turgani, vaqt bilan o'zini tekshirib turgani yaxshi hisoblanadi. O'zining sog'lig'ini kelajakda chuqurlashmasligi, kasallik og'irlashmasligini oldini olish uchun ham albatta tekshiruv va urolog nazoratida bo'lgani yaxshi bo'ladi. Yo'q bo'lmasa befarzandlik bo'yicha oladigan bo'lsa, befarzandlik normalda 1 yilgacha bepushtlik, ya'ni befarzandlik hisoblanmaydi. Lekin bunday bemorlar baribir 1 yilgacha kutib turmasdan shifokor, urolog, androlog nazoratga uchrashib, ulardan tekshiruvdan o'tgan holda agar hamma analiz yaxshi chiqadigan bo'lsa, unda kutiladi. Agar qayerdadir analizlarda o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, unday holda davolangani ma'qul bo'lib hisoblanadi.